هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İbrahim tefsiri 10. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi İbrahim suresi 10. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Peygamberleri osmonlarni ve zeminni yaratquchi Allohning birligida shak bormi? Allah gunohinglarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga da'vat qiladi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajlinglar yetguncha ta'xir qiladi dedi. Ular sizlar faqat bizga o'xshashli inson, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lasizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq pokit ko'rsatinglar dedi. Payg'ambarlari ularga: biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz, lekin Alloh bandalaridan xohlagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi. Allohning iznisiz sizlarga hech qanday pokit ko'rsatolmaymiz. Mu'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishlarini Allohga topshirsin. Allah bizni Allohni tanıydigan yo'llarimizga yetaklagan tursa, nemishqa Allohga tavakkul qilmayli? Bizga yetkizgan arziyatlaringlarga albatta sabr qilamiz. Tavakkul qilg'uchilar faqat Allohga tavakkul qilsin dedi. Payg'ambarlar bilan kofirlar o'rtasidagi munozara. Allah Teala bu ayette kafirlar bilan payg'ambarlar orasida bo'lingan munoziralardan xabar berdi. Bu munozara shuningdan iboratki, payg'ambarlar hech shirki yo'q, yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirganda kafirlar buningga gumonlanganligi uchun payg'ambarlar ularga mundaq dedi: osmonlarni ve zeminni yaratquchi Allohning birligida shak bormi? Ya'ni Alloh taolaning haq ilohligi va uningga ibodat qilishning vojib ekanligida shak bormi? Vaholanki Alloh taolo mavjudotning hammasini yaratquchidir. İbadet qilinishga faqat hech shirki yo'q Alloh taologa loyiqdir. Haqiqatan insonlarning ko'pinchisi Allah Teala'nın yaratquchi ekanligini iqror qiladi. Lekin ular o'zlariga manfaat beradi deb manfaat beradi yoki Alloh Teala'ga o'zlarini texmi yaqin qiladi deb gumon qilgan vositalarini Alloh Teala'ga qo'shib, Alloh Teala'dan boshqasiga ibodat qiladi. Ularning payg'ambari ularga mundaq deydi: Allah günahinglarni mağfiret qilish uchun sizlarni iymonga da'vat qiladi. Ya'ni günahinglarni oxiratda mağfiret qilish uchun sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajlinglar yetguncha ta'xir qiladi. Ya'ni dunyoda ta'xir qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlar Rabbinglardan mağfiret talab qilinglar. Ondan onunğa tövbe qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni ömrünglar oxirlashib, ajlinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish
payg'ambarlar insonlarning ishidan tanlanganlik uchun kafirlarning ularni e'tirof qilmaganligi. Kafirlar o'zlarining dastlabki munozirasida mag'lub bo'lgandan keyin payg'ambarlarning payg'ambarligi haqida munozirlashib mundaq deydi. Sizlar faqat bizga o'xshashli inson. Ya'ni biz sizlardan hech bir mo'jiza ko'rmay turib, qandoqmi sizlarning so'zinglar bilanlar sizlarga ergishimiz? Rostliqinglar uchun bizga aniq paket ko'rsatinglar. Ya'ni biz sizlarning odatdan tashqari mo'jiza keltirishinglarni talab qilamiz. Payg'ambarlari ularga biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz. Ya'ni biz haqiqatan sizlarga o'xshash insondirmiz. Lekin Alloh bandalaridan xohlagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi. Ya'ni elchilik payg'ambarlik bilan marhamat qiladi. Allohning iznisiz sizlarga hech qanday paket ko'rsatolmaymiz. Biz sizlar so'ragan narsani Alloh taoladan so'ragandan keyin Alloh taolo bizning so'ragan narsalarimizga ruxsat qilgandilar ko'rsatalaymiz. Mu'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishlarini Allohga topshirsin. Ondan payg'ambarlar mundaq dedi. Alloh bizni Allohni taniydigan yo'llarimizga yetakligan tursa, nimishqi Allohga tavakkul qilmayli? Ya'ni Alloh taolo bizni yo'llarning eng ochiq va eng ro'shiniga boshlagan tursa, biz yana nima uchun Alloh taologa tavakkul qilmaymiz? Bizga yetkizgan aziyatlaringlarga albatta sabr qilamiz. Ya'ni yomon so'z va nachar qiliqlar bilan bizga yetkizgan arziyatlaringlarga sabr qilamiz. Tavakkul qilg'uchilar faqat Allohga tavakkul qilsin dedi. Kafirlar payg'ambarlarga sizlarni zaminimizdan cho'qim haydab chiqaramiz yoki sizlarni zaminimizdan cho'qim haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Rabbi mundaq vahiy qildi. Zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Bu ya'ni g'alaba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roq tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Payg'ambarlar Allohdan madad tiladi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gadankeşlik qilib, haqiqatdan bosh taquvchi halok bo'ldi. Uning oldida jahannam turdi. Jahannamda u yiring aralash suv bilan sug'urildi. Uning ochiqligidan uni yutumlab ichib, taslikda yutdi. O'lim uni qorishib oladi. Lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdan keyin texmi qattiq azobga duchor bo'ladi. Ummatlarning o'z payg'ambarlariga tahdid solganligi va Alloh taolaning shu payg'ambarga xush bishorat berganligi. Alloh taolo bu oyatda kafir ummatlarning o'zlariga kelgan payg'ambarlarga ularni yurtlaridan chiqarib o'tish va yiroqqa polib o'tish bilan tahdid solganligidan xabar berdi. Xuddi Shuayb alayhissalomning qavmi uningga va uning ergashuvchilariga: "Ey Shuayb, seni cho'qim ergashuvchilaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak." Va Lut alayhissalomning qavmi Lut alayhissalomga: "Lutning tavalarini shahringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir" deganidek, Alloh taolo Quraysh mushriklarining bu haqda degan so'zidan xabar berib mundaq deydi: "Ular seni Madina zamanidan chiqarib o'tish uchun u yerda
seni xotirjam turg'izmaslikqa tas qoldi. Shundaq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozgina vaqt tura oladi. Ya'ni ozgina vaqtdan keyin halok bo'ladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida kofirlar seni qamoqqa elish yoki o'ltirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mikridan unumlikdir. Payg'ambarni g'olib qilish va uningga yordam berish Alloh taolaning tutgan yo'lidir. Payg'ambar alayhissalomning Makkadan chiqarilganligi sababi bilan Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga yordam berguchilarni, qo'llag'uchilarni va Alloh taolo yo'lida urush qiladigan qo'shinlarni qilib berdi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni tadrijiy holda tarbiyalab, taraqqiy qildirib, hatto payg'ambar alayhissalomni chiqarib o'tgan Makkani uning fath qilib berib, uningga ega qildi. Shundaqla payg'ambar alayhissalomning Makka aholisidan va boshqa zimin ahlidan bo'lgan dushmanlarini xor qildi. Kishilar Alloh taolaning diniga top-top bo'lib kirdi. Alloh taolaning tavhid kalimasi va dini nihoyat qisqa vaqt ichida kun chiqishdan toki kun petishgacha bo'lgan zaminlarda boshqa dinlar ustidan g'alaba qildi. Ularga Rabbim mundaq vahiy qildi. Zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Bizning payg'ambar bandilarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilg'uchilardir. Allah Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nazil qilingan Zaburda ziminga, ya'ni jannat ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandilarim varislik qiladi deb yozdik. Musa o'z qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah onunğa bandilaridan o'z xohlagan kishilarni varis qiladi yoki oqibat taqvodorlarga mansub dedi. Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barakatlik qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. Isroil avlodi sabr qilganliklari uchun Rabbingning ularga qilgan chiroylik va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'aun va uning qavmining sog'anlari, ya'ni imoratlarini va yasig'anlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. Bu, ya'ni g'alaba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: kimiki kufrda, gunohda chekidan oshadigan, dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rdigan, uning joyi haqiqatan jahannam bo'ldi. Rabbingning oldida so'roqqa tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafsi xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Rabbingning oldida turib hisob berishdan qo'rqqan odamga ikki jannat bor. Payg'ambarlar Allohdan madad tiladi. Ibn Abbas, Mujahid va qatorliqlar bu oyat haqida mundaq deydi: payg'ambarlar Robbidan o'z qavmiga qarshi madad tiladi.
Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundaq deydi. Ummatlar o'zlarining ishlarining tezroq bir taraf bo'lishini tiladi. Kafirlar bu vaqtda mundaq dedi. Agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin. Bu oyatdan payg'ambarlarning madad tiligini va ummatlarning o'zlarining ishlarining tezroq bir taraf bo'lishini tiligini ko'z tutildi. Chunki Badr urushi bo'lgan kuni kafirlar o'zlarining ziminiga madad tilidi. Payg'ambar alayhisalom madad tilidi. Alloh taolo mushriklarga mundaq dedi: "Ey kuffarlar jamiyasi, agar sizlar g'alabani tilasanglar, g'alaba allaqachon sizlarga keldi." Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Her bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gadankeşlik qilib, haqiqatdan bosh tortquchi halok bo'ldi. Ya'ni takabburlik qiluvchi, haqqa bo'y egishdan bosh tortquchilar halok bo'ldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Alloh taolo ikki farishtaga xitob qilib, haqqa qarshi yaxshilikdan to'squchi, haddidan oshquchi, dinga shak keltirguchi, Allohga boshqa ma'budni sherik qilguchi har bir kofirni do'zaxga tashlanglar. Uni qattiq azobga tashlanglar deydi. Hadisda mundaq keldi. Qiyomat kuni jahannam keltiriladi. Ondan jahannam mahluqotlarni chaqirib, "Men haqiqatan har bir takabbur va haqiqatga bo'y egmaydigan kishilarga vakil qilindim" deydi. Ya'ni yuqoridagi oyatning ma'nosi payg'ambarlar o'zlarining qudratlik va g'olib Robbiga yolvorib duo qilib madad tilagan chaqda tarsa, takabbur va haqiqatga bo'y egmaydigan kishilarning hammasi ziyon tortadi. Uning oldida jahannam turdi. Bu oyat xuddi tuvandagi oyati deyilganga o'xshashdir. Ularning oldida, ya'ni boradigan yo'llarida har qanday saq kiyimini egisidan zo'rlik bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. Ya'ni jahannam har bir takabbur, haqiqatga bo'y egmaydigan kishini qiyomat kuni o'zida mangu qoldirish uchun kuzatib turdi. U qiyomat kunigacha atdigan va oqshomda jahannamga to'g'rinib turdi. Jahannamda u yiring aralash suv bilan sug'urildi. Ya'ni do'zaxda uning uchun yuqori haroratli qaynoq suv va qon yiringlardan boshqa ichimlik bo'lmaydi. Demak, qaynoq suv intayin yuqori haroratlikdir. Qon yiring intayin sovuq va sesiqdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqligidan uchayları pari qilindiganlar bilan o'xshashmi? Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarni ko'ydirib yetadigan nihoyat qiziq suv berildi. Bu nima degan yomon sharob, jahannam nima degan yomon joy. Uning achchiqligidan uni yutumlab ichib taslikda yutadi. Ya'ni uning ta'mining, rangining, puriqining va qiziqligining yoki sovuqligining yomonligidan uni intayin taslikda va zo'rlik ichida azob farishtasi uni to'mir to'qmoq bilan urmag'icha eg'ziga olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular to'mir to'qmoqlar bilan uriladi. Ölüm uni qorishib oladi. Ya'ni uning butkul badani, put-qo'llari va boshqa barliq a'zolari azoblanadi. Amri ibn Maymun ibn Mahron bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: so'ngak
nerva ve tomurning hammasi azoblanadi. Zahhak ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kunida Alloh taolaning jahannam o'tida azoblaydigan azoblarining turlari nihoyat ko'p bo'lib, agar u yerda o'lish bo'lsa edi, u azoblardan faqat bir turla odamni o'ldirishga yetib ashatdi. U yerda o'lish bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo mundaq dedi: ularning o'lib arom tepib qolmasligi uchun jonlari elinmaydi. Ulardan azobmi yengiltilmaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyat haqida mundaq deydi: agar o'lish bo'lsa edi, bu azobning turlaridan faqat birla takabbur kafirlarga kelsa, bu azobning turlaridan faqat birla takabbur kafirga kelsa, ular u azobda o'lib qoladi. Ular davomlashib turadigan qattiq azobda mangu qoldirilish uchun o'ldirilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: o'lim uni qo'rishib oladi, lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdan keyin texmi qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni uningga bu azobdan keyin texmi qattiq yana bir azob bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: shubhisizki u jahannamning qa'rida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular shubhisiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsoqlarini to'yg'izadi. Ondan ular uning ustiga yiring bilan qaynoq suvning aralashtirilmasini ichidi. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim davzaq bo'ladi. Alloh taolo bu oyatlarda davzaxiylarning birda zaqqum darxidan yeb, birda yuqori haroratli qaynoq suv ichib, yana birda davzaqqa tashlanib azoblanadiganligidan xabar berdi. Alloh taologa sig'inib bu azoblardan panoh tilaymiz. Amin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir. Ular davzaq bilan qaynoq suv orasida berib kelib turadi. Ya'ni gohida o't bilan, gohida qaynoq suv bilan azoblanadi. Baxtsizlar, ya'ni nomi amali sol tarafidan berilganlar davzaxiylardir. Baxtsizlar qandoq odamlar? Ular bedenning to'shiklariga kirib ketadigan ateşlik shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qora tutundan bo'lgan salqinmi emas, ko'rkammi emas, salqinmi emas, ko'rkammi emas soyining ichida bo'ladi. Kimiki yaxshi ish qiladigan foydasi o'zigidir va yomon ish qiladigan zarrimi o'zigidir. Rabbing bandalarga zulm qilg'uchi emasdir. Shubhisizki u jahannamning qa'rida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular shubhisiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsoqlarini to'yg'izadi. Ondan Alloh uning ustiga yiring bilan qaynoq suvning aralashtirilmasini ichidi. Ondan ular uning ustiga yiring bilan qaynoq suvning aralashtirilmasini ichidi. Zaqqum darxi haqiqatan gunohkorlarning tamoqidir. U eritilgan mistek qiziqdir. U qo'rsoqlarda qaynoq suvda qaynaydi. Davzaqqa muakkal farishtalarga uni tutib so'rab, davzaqning o'ttirisiga elib beringlar. Ondan uning beshiga qaynoq suv quyib azoblanglar deyiladi. Uningga xarlash va masxara qilish yuzidan bu azobni tetig'in.
sen hakikaten izzetlik ulug' zot eding. Bu azap hakikaten hayat vaqtinglarda sizlar sheklangan narsadir deyiladi. Bu haqiqatdir. Kafirlarning oxiratda bo'ladigan joyi hakikaten en yomon joydir. U cehennemdir. Ular cehennemga kiradi. U nima degan yomon joy? Bu ko'ydirgichi qiziq suvdir. Qon yiringdir. Ular buni tetsin. Ya'ni ularga mushxildiki boshqa turlik azoblar bor. Allah Teala'nın bunundan başqa yani ularga yurgizadigan soni, turi ve şeklini Allah Teala'dan başqası bilmaydigan arqa davomlashib turadigan azoblarni bayon qilgan oyatlar bor. Rabbing bandalarga zulm qilg'uchi emasdir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida İbrahim suresi tefsirinden 17. ayetgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.